Assalomu alaykum aziz muxlis. Ar-Riyod muzokaralari. Rossiya Ukrainaning 4 viloyatini talab qilmoqda. Rossiya Saudiya Arabistonidagi AQSh bilan muzokaralar chog'ida Ukrainadagi 4 ta viloyat Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson ustidan o'z nazoratini o'rnatishni talab qilgan. Bu haqida Kreml pozitsiyasidan xabardor bo'lgan bir necha manbaga tayanib ma'lum qilindi. Kremlga yaqin manbaning so'zlariga ko'ra, Rossiya mazkur viloyatlar ustidan har qanday yo'l bilan nazoratni mustahkamlashga intilmoqda. Konstitutsiyada hududlarning Rossiya tarkibidan chiqish mexanizmi mavjud emas. Bizga butun Zaporojye va butun Xerson viloyati kerak, degan manba. Boshqa bir manba amaldagi Rossiya rasmiysining so'zlariga ko'ra, Kreml Vashingtonning Kiyevga Rossiya tomonidan bosib olingan hududlardan butunlay qo'shinlarini olib chiqish talabini qo'yishga umid qilmoqda. Yoki Tramp ularga bosim o'tkazib, chiqib ketishga majbur qiladi, yoki bizga uzoq muzokaralarga kiring va parallel ravishda harbiy kuch orqali nazoratni o'rnatishga harakat qiling deyishadi. Biz uchun eng yomon variant, chunki daryolarning ketib o'tish doim og'riqli operatsiya, deb tushuntirdi manba. Muqobil variant sifatida Rossiya boshqa bir Ukraina viloyatining, masalan, Sumi viloyatining bir qismini egallab, keyinchalik uni Xerson va Zaporojye bilan almashishni taklif qilishi mumkin.